Bu videoda hech qanaqa kulgili narsalar bo'lmaydi. Pulga ishonching komilmi? Yana sen 05 ga olaman. Nimaga faqat video olayotganimda xalaqit berasan, ha? Axir men senman, sen esa men. Minecraft 2009-2010-yillar atrofida chiqarilgan diski turburchak shakllardan iborat bo'lgan ichida Herobrine degan zo'rlovchi shaxs bor o'yin hisoblanadi. Gapimga qo'shilasanmi, Jamol? Poq Minecraftga kirasiz, o'ynaysiz, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Daraxt chopasiz, ko'mir topasiz, temir qaziysiz, kuchayasiz, do'stingiz o'zidan-o'zi qo'shilib qoladi. Uni o'ldirasiz, davom ettirasiz. Yana qaziysiz, do'stingizni o'ldirasiz, qaziysiz, o'ldirasiz, qaziysiz, o'ldirasiz va almas topasiz. Do'stingizni o'ldirasiz, portal qurasiz. What? Nezir olamga kirasiz, jum bosganlarni o'ldirasiz. Qora yo'loqlar orqasidan quvlaydi. Qaytdan ham kelib, o'z olamingizga qaytasiz. Do'stingizni yana o'ldirasiz. Yana bir portalni qidirasiz. Ungacha kech tushadi. Zombilar inangizni ko'rsatadi. Shu payt yo'q joydan Jamol paydo bo'ladi va sizga yotoqxona beradi. Va unga qarab rahmat deysiz va uni ham o'ldiraverasiz. Uxlaysiz va yana portalni qidirasiz va topasiz. Qaziysiz. Assalomu alaykum, bratim. Siz qaziysiz va portal makoniga tushasiz. Bu yerni labirintda farqi yo'q. Bu itdan qaytgan portalni yana 3 soat qidirasiz va topasiz. Lekin xursand bo'lishga hali erta. Portalni oldida tarakanlar armiyasi turadi. Ularni bir balo qilib o'ldirganingizdan so'ng portal ko'zlarini joylashtirasiz va bitta ketmay qoladi. O'ningni va yana yo'q joydan Jamol kelib sizga bitta ko'z berib ketadi. Unga yana rahmat deb aytasiz va yana o'ldirasiz. Portalga kirasiz. Endi haqiqiy inangizni ko'rsatadigan xor pishtak sizni kutib oladi. Uni nechtadir jon ko'paytiradigan jiyanlar bo'ladi. Ularni buzasiz, hammasini buzib bo'ldim deb o'ylaysiz. Lekin bittasi qolib ketgan bo'ladi. Asabingiz chiqadi, dragonni so'kasiz va u bittani ham buzishga yo'l olasiz. Yarim yo'lda bloklaringiz tugaydi. Sizda umuman blok qolmadi. Tepaga boshqa yo'l bilan chiqib bo'lmaydi. Qanday chiqishni o'ylaysiz? Ungacha dragon sizni inangizni ko'rsatib ketadi. Yana dragonni so'kasiz va yana yo'q joydan Jamol paydo bo'lib sizga samolyot berib ketadi. Unga yana rahmat deysiz va bu safar o'ldirmaysiz. Tiriklayin ko'mib ketasiz va samolyot bilan oxirgi jon ko'paytiradigan manqurtni oldiga chiqasiz. Uni yo'q qilasiz va endi dragon faqatgina pastdan jon oladi. Afsus, uni esa buzib bo'lmaydi. Lekin bu bizga plus bo'ladi, chunki dragon pastga tushganda uni urish osonlashadi. Bu vaqtda siz bir o'lib olasiz va yana dragonni o'ldirishga borasiz. Nihoyat siz ajdarni o'ldirasiz va XP-laringizni ko'paytirasiz. Portalga kirasiz. Oldingizdan bir kitob so'zlarini o'qimay o'tkazaverasiz va yana siz dunyoga qaytarilasiz. Va endi nima? Dostoni. Va endi nima? Nima qilishimiz kerak? Hech nima. Zerikasiz. Minecraftda boshqa qiladigan ish qolmadi. Qo'ylaringizni boqasiz, quyosh botishga qarab o'tirasiz va yerdan chiqasiz. Bro, ketdik shaxtaya. Hozir kirkamni yasab bo'lar. Yashashdan maqsad nima o'zi? Yashashdan maqsad bu yashash. To'ppa to'g'ri. Prismarin? Oh, Yashashdan ma'no nima unda? yashashdan ma'no bu ma'no qidirish. What the fuck? Let's go. Ko'ram bor ekan, fakil yasaymiz. Yorug'lik. Okay, bir tupik chiqing. Nima qilyapsiz? Birga tupik joyga ikkita erkak bitta joyga qamalib qoldi. Qasir! Piramida. Go. Tagida xazina bo'lish kerak. Qanaqa xazina bu? Prismarin, bir soatdan beri o'tiramiz. O'sha ertalab bo'lgandir, bir tekshiraylik-chi. Aha, tekshiramiz. Bo'lmabdi hali. Prismarin, Prismarin. Qaygasiz, so'z shigachidi. Stop. Ismlar ko'rinyapti. Menimcha shaxtga kirib ketganlar. Okay, bu yerda nima bor? What the fuck? Prismarin?
Bo'ldi, biz tarixga kiramiz. Hamma o'z pozitsiyasida qolsin. Chekinganniki uzilib tushsin. Olg'a! Bular askarlar, biz Shpoklandiyani qo'lga olamiz. Mana shu uyga bostiramiz, olg'a! Qoshlaring bitta eshikni ocholmayapsizlar. Kirisalar o'lib ketlaring. Okey, ikkinchi qavatda ham o'ta bo'lish kerak. Qo'rqib ketdim mol. Okey, xo'sh, mana bu sandiqda nima bor ekan? Okey, kiringlar, tezlash. Voy, tez. Qutulik hamma shu yerda. Bola, men mazam bo'lmayapti. Toza havoga bir chiqib kelay. Hammasi joyidami, Umar? Ha, joyida. What the? Bola, men ham unda tashqariga chiqib yurgulik izlab kelaman. Bo'pti, xayr. Nima, zombi apokalipsda tashqariga chiqish oddiy hol bo'lib qoldimi? A few moments later. Yetdim. Umar keldi, Umar. Men ishlarga aytolmayotgan gapim bor edi. Shoshmang, o'zim topishga harakat qilib ko'raman. Homiladormisiz? Axir Umar erkak kishi nimalar deyapman. Yutga qaytasizmi? Bunda homiladorlik haqiqatga yaqinroq edi. Meni zombi tishlab olgandi. Aytdim, ko'zingiz narkomanlarnikiga o'xshab dedi. To'xta, nimalar deyapsan? Jiddiy gapiryapsanmi? Hozir meni otib tashlamasizlar. Sizlarga tashlanib qolishim mumkin. Yo'q, men seni ota olmayman. Lekin men ota olaman. Ha nima? Axir o'zi aytdi-ku otib tashlayiladi. Yo bola, qaranglar men nima topdim. Stop. Umar qani? Minecraft butun o'yinlar ichida yagona legenda o'yin. Chunki Minecraftda bilgan puqingizni yesangiz bo'ladi.